Bitta buni eshitdinglar. Oyim tanishlari uy olibdilar va oyimga aytibdilar. Uy olgandim. Shuni qaratishga vaqtim bo'lmadi. Barnopa uyimni yig'ishtirib beringlar debdilar. Men shokdaman buni eshitib. Onam ja yaqin ko'rib olibdilar dedi. Mayli-yu yengil chang bo'lsa. Bu yerda qanchalik kirligini ko'ringlar. Xullas u dugonalar chetga ketganlar-da. Uyda yig'ishtira olmaganlar. Shoshib ketdi. Xullas keyin hasharga oyim meni chaqirdilar. Men esa aqlim ishlab hasharga cleaningni chaqirdim. Chunki bu uyni ikkalamiz ham bir kunda tugata olmasdik bo'lib bolalarim bilan. Plus onajonim egilib ish qilmasdi deb bu ishni qildim. Давайте до holatini eslab qolamiz. Devorlar hamma yo'chang, pavuklar bor, islar, oyna dabdala. Vanna tualetda gapirmasa ham bo'ladi. Bir ko'ringlar ahvolini. Ikkita chaqon qizlar kelishdi, srazu borkani boshlashib yuborishdi. Birinchi bo'lib oynani artishdi, keyin pol devor, lyustra, plus hamma joyda 2-3 martalab artishdi. Xudoga shukr shunaqa zamonda yashaymiz, u borka kompaniyalar bor. Juda chaqqon, aytganingizdek qilib yig'ishtirib berishar ekan. Insalarni ham qotirmas ekan, ish etsa. Xullas natijani ko'rib men 10 dan 10 davolniyman. Ana endi posli ko'ramiz. Qanchalik toza hamma joy bo'lganini. Xullas boshladik. Do poslidan bitta ko'ringlar. Do posli. Do posli. Do posli. Do posli. Xullas natija prosta wow. 9 da kelib 18:00 da kechdi qizlar. Sizlarni ham uylar posli remonti bo'lsa yoki prosta har hafta sizga yig'ishtirishga halol, toza ishlaydigan qizlar kerak bo'lsa, albatta kommentariyaga belgilagan profilimga murojaat qilinglar. Juda ham chiroyli qilib yig'ishtirib berishar ekan. Va kommentariyaga ubborka so'zini yozsangiz, sizlarga aloqa yozlari chiqishadi. Like qo'yib yig'ishtirish kerak bo'lsa, shu odamga jo'natib qo'ying. Rostdan ham toza qilib yig'ishtirib berishadi.